Assalomu alaykum. Mana bahor osmonida ham quyosh jilmaydi. Ko'klamga yetkazganiga shukronalar aytib, navbatdagi manzilimiz tomon yo'l oldik. O'z o'rnini bahorga bo'shatgisi kelmagan qish bizni mart oyida ham oppoq qor bilan siyladi. Albatta, qor ham qishloq xo'jaligi uchun juda muhim. Har faslning o'z ziynati bor, har faslning o'z fazilati deb bejiz yosh kattalar aytishmagan. Biz ham mana shunday o'y-fikrlar bilan Yangiyo'l shahar tomon yo'l oldik. Siz ham biz bilan qoling. Oldinlar dalalarga ekardik. Dalada ham mo'l hosil olib, shuning orqasidan biz ancha-muncha ishlar qilganmiz. Gugurt cho'piday bo'lganda ko'chatimiz uni olib, bittalab olib, yana bittalab boshqa joyga o'tkazamiz. Mana shu issiqxonamizni orqasidan 5 ta ish o'rni yaratilgan. Yoshlikdan beri parvarish qilsa, katta bo'lganda hech qanday kasallik o'ziga ushlamay, yaxshi natijaga erishadi. Yangiyo'lliklar azaldan mirishkor xalq hisoblangan. Kimning xonadoniga kirsangiz, albatta kichik bo'lsa-da issiqxonasi bor. Yangi hayot mahallasida istiqomat qiluvchi Abduqahhor aka Abdurahmonov 3 sotixli issiqxonada qulupnay yetishtirib, ro'zg'origa baraka kiritmoqda. Mana shu agrotimizdan qo'shimcha daromad sifatida 5-6 yildan beri shu ozgina qulupnay bilan shug'ullanaman. Kelinlarim bilan bekor vaqtimizda ozgina yaq-yaqlariga qarab, yaxshi mo'l hosil beradi qulupnayimiz. Shunaqa yaxshi sortda. Bir yilda avgust oyi eksak, noyabrdan hosilga kiradi. Yanvargacha olib ish qilib sotamiz. Ehtiyojimizga chiqib turadi. Yanvar oyi bir oydan bo'ladi-da, keyin mana endi hozir yana g'arq urib gullab yotibdi qulupnaylarimiz. Bu shirin koreski charli degan sortda. Shunaqa bozor suyadigan yaxshi qulupnay. Hosili ham juda ham mo'l. Unaqa juda katta pul ham ketmagan bunga. O'zi shu 2 qavat plyonkaning ichida yetishtirib beraveradi. Sovuqqa chidamli qulupnay. Vodoprovod suvidan ishlatmaslik uchun yerdan suv chiqazganmiz. Shu bilan tomchilab sug'oriladi. Tomchilab sug'organda suv ham ekonom bo'lar ekan. Unaqa ko'p suv ichmaydi. Bir haftada bir suv berib qo'yamiz. Endi mana bu begona o'tlar chiqmasligi uchun qora plyonka bilan yopib qo'yganmiz, mehnati kamroq bo'lsin deb. Zarar kurandalarga qarshi o'zini dorilari bor. Uni xo'jayinim ishdan bo'sh vaqtlarida, dam olish kunlari sachib qo'yadi. Qulupnay ekishdan oldin yerni bir chopib ag'darib ariqlari olinadi. Bunaqa o'g'it ko'p berilmaydi. Bunga gung solgandik. Yerni chopishdan oldin bir gung chopib qo'yiladi. Shu bilan keyin mana bu hasharotlarga qarshi uncha-muncha shiraga, keyin mana bu shilliq yeb qo'yishi mumkin. Shu shilliqqa qarshi dorisi bor, shuni ustidan sachib qo'yadi. Bunaqa juda ko'p narsa talab qilmaydi. Mehnati ham juda og'ir emas. Mana bu qora plyonka qoplangani uchun unaqa og'ir mehnati yo'q. Isitish tizimidan foydalanmaymiz. Shu 2 qavat plyonkaning ichida bu beradi. Qulupnayni oldindan o'zim ozgina ekib yurar edim. Shunga endi nima desam bo'ladi? O'rganganman shunga. Oldinlar dalalarga ekardik. Dalada ham mo'l hosil olib, shuning orqasidan biz ancha-muncha ishlar qilganmiz. Ser hosil, daromadi yaxshi. Endi erkaklarimiz mana bu davlat ishida ishlagani uchun ularda uncha vaqtlari yo'q. Men ikkita kelinim bilan bo'sh vaqtimizda uncha-muncha qarab, ermak qilib turamizda. 1 yillik hosili bir 40 million, 45 million hosil beradi. Nimamiz ozgina joyimiz. Agar kattaroq yer bo'lsa, undan ham katta daromadlar olish mumkin qulupnaydan. Hozir narxlari ham juda ham yaxshi. Bozor yaxshi tortadigan, suyadigan qulupnay. Buni unaqangi deyarli sir asrori yo'q. Unaqa injiq emas. Yer tanlamaydi, o'tirgan joyida olib ketaveradi. Mana plyonkaga yopib qo'yganimiz bilan bir haftada bir ochamiz, shamollatib turamiz qishli qirovli kunlarda. Mana endi bundan buyog'iga havo ochiq bo'lsa, 2 yoni pastdan ochiq turadi. Endi havo olib tursa, mana bu changlanishlariga yaxshi. Mana bu plyonka o'sha o'tdan saqlash uchun. Buni ekkanimizdan keyin darrov yopib qo'yiladi. Mana shu o't bosmasligi uchun. Shu bilan buni ichiga ko'p kirilmaydi. Bunaqangi mana o'ti yo'q.
Vaqtida suvini, ozuqasini berib qo'ysa o'zi bo'lib yotardi. Qarang, avgust oyi ekkan bo'lsak, 2 oyda hosilga kirdi. Mana avgust, sentyabr, shu avgust oyining oxirlariga ekib bo'lganmiz-da buni. Sentyabr, oktyabr ana o'qigan bo'lsa, noyabrda уже hosilga kirgan. O'sha noyabrdan beri hosilini olib turibmiz. Har yili yangilanadi. Shu avgust oyida. Iyun oylariga o'tib ko'chat qilinadi. Yangi bu o'zida mamlaqa tanoplar chiqazadi. Mamna qilib, keyin tanopini olib, stakanchilikka o'tkazamiz. Keyin stakanchikda yaxshi ko'chat bo'lib beradi. Baytlarni tayyorlaganimizcha chopib, u ko'chat ham u yerda tayyor bo'ladi. Keyin stakanchikdan chiqazib ekamiz, ko'chat shalpaymasdan tez o'zini ushlab oladi. Shu bilan gullashga ketadi. 2 oyda gullar hosilga kiradi. Yanvar oyidan bo'lgan bo'lsa, mana hozir yanvar, fevraldan bo'libdi. Allaqachon qulpinoylarimiz pishib bo'lgan. Bunga bozorda endi mana bu hosili yaxshi navligi uchun bozorda talab juda ham kuchli. Misol uchun biz bozorga olib chiqmaymiz ham buni. Mijozlarimiz o'zlari kelib, uydan olib ketishadi. Endi hozir unaqa ko'p hosil bermaydi bu. Nari borsa 8 kilo, 10 kilo hosil beradi. Endi mayli 8 kilo, 10 kilosi ham endi ko'tarar narxda 150 ming, 180 mingdan olib ketadi. Misol uchun o'sha ko'chatini ham havosga qilgis keladi. Havosga kelinlardan ozgina olib chiqib aytda qilib qo'yamiz. Shunaqa o'zi chiroyli bo'lib yotadi. Haligini ko'rgan sari o'zingiz qaragis keladi. Ildizi yerga tegib qolsa bo'ldi. Ko'karib ketaveradi. Ekaman deganlarga men juda ko'p odamga buni tavsiya qilganman. Vodiyliklar juda ko'p ekishadi bu qulpinayda. Eksin deyman, foydalanishsin deyman. Agar xohlovchilar bo'lsa, men o'rgataman ham bu narsani-da, foydalanishsin deyman. Mana bunaqa qilib bolalar mazza qilib yeydi. Qish yoz yeyishadi-da, og'zi tegadi. O'zlarini mayda juda ehtiyojiga har narsaga erkaklar qo'liga qarashavermaydi. Varinalarni bemalol qilamiz. O'zingizda bo'lgani yaxshi. Pulim yo'q deyotganlarni dangasa odamlar deb hisoblayman. Endi mana bu yerda yana bir ikkita qo'ni-qo'shnilarimiz bor-da, ozgina joydan rosa ham yaxshi daromad ko'rishadi ular ham. Chunki harakat qilgan odam hech qachon kam bo'lmaydi. Juda ham yaxshi zamonda yashayapmiz deb o'ylayman. Meni nazarimda qiynalgan xonadonlar kam bo'lsa kerak deyman. Biz Allohga behisob shukr unaqa qiyinchilik ko'rib yashayotganimiz yo'q. Misol uchun mana kelinlarni kontrakda o'qiydi ikkalasi ham. Kontraktlariga ham bemalol mana shu yerdan pul chiqazamiz. O'shaning uchun beminnat ish deb o'ylayman-da men. Navaralar bilan kirmayman unaqa buni ichiga kirib. Endi oldinlari qilganman-ku, hozir qilmayman. O'zlari ikkala kelinim uncha qarab qo'yishadi, mashina qilib. Qorimizga yaxshi yarab turibdi. Biz kelgan navbatdagi xonadonda 3 sotixli issiqxonani to'ldirib chinnigullar ekilganini ko'rdik. Hali ko'chatlar juda kichik, gulning bor chiroyini ko'rish imkonimiz yo'q. Ammo bu gullarni yetishtirish sirlarini bilib olishimiz mumkin. Bu gulimiz ko'p yillik livinizev deyiladi. O'zbekchasiga itog'iz deydi-ku, juda ham chiroyli gul bu, ham ko'p yillik. Mana shu qishin yozin sovuq ham urmaydi, lekin tashqariga ekilsa ham sovuq urmaydi. Atirgulga o'xshab ko'mib qo'yish kerak bo'ladi. Ochilganda rang-barang bo'lib, rangi bir 6 xil, 7 xil ochiladi. Shabo deyiladi, gvazdikaning bir turi bu ham. Chinnigul u haligi nima deydi? Buket qilib sotiladi-ku. Unaqa emasda bu. Sal maydaroq ochiladi, bu rang-barang bo'ladi. Har xil bo'ladi bu ham. Chinnigulni xonaklashtirgan desa ham bo'ladi. Ham gvazdika shabo ham deyiladi. Rangi har xil, siyoh rang, pushti, oq, qizil, har xil bu ochiladi. 2 marta hosil olsa bo'ladi gulidan. Shiripiri tushib qolishi mumkin. Ilhamlari bor, shularni sepib turamiz. Bularni ochiltirish uchun ko'p ham sug'oraveramiz. Ko'p sug'orsak, bo'yiga o'sib ketib qoladi qizim. O'shaning uchun holatiga qarab sug'oriladi. Birinchi shu kuzda, avgustda urug'larini sepamiz bularni. Qator ekilgan, ko'ryapsizmi, shularni bitta-bitta ekilgan. Ko'chat mamdo bo'lgan paytida bittalab ekiladi. Masalan, mana shu gullarimizni ham har xil bir 5-6 xil gullar ekamiz. Ularni birinchi avgust, sentyabr oylarida yerga sepamiz. Sepgandan keyin uni to mana shu qancha santimetr
Gugurt cho'pidek bo'lganda ko'chatimiz uni olib, bittalab olib, yana bittalab boshqa joyga o'tkazamiz. Yagona qilib, bitta-bitta qilib ekamiz. Shunda keyin nima deydi, bir-biriga xalaqit qilmasdan o'sib, gullari shoxlab chiroyli bo'ladi. Lekida suv sepib, ko'p suv bermaymiz. O'sishiga, holatiga qarab, ko'p suv bersa ham bu o'sib ketib gul bermay qoladi. O'sha holatiga qarab, suvlarni vaqtida berib, ochilishiga yordam beradigan dorilar, nimalar sepib turamiz. Masalan, mana yerlar qotib qolishi mumkin. O'shalarni ham ozgina-ozgina yumshatib chiqamiz vaqtida. Qo'limizda bo'lsa, malinda kapkada yumshatib chiqiladi. O'ziga yarasha mehnati bor bolajonim. Hamma narsani ham nima deydi, e'tibor qilsangiz, yaxshi hosil olasiz bolam. Tashab qo'ysangiz, undan hosil ham olamiz, daromad ham qilamiz. Shuning uchun e'tibor berib, shularga qishin yozdan shularni ichida yuramiz. Pulim yo'q deb yotirish olsam qizim. Uning uchun ozgina harakat qilsa Allohim o'zi barakasini beradi. Shu yerga mehr bersa, yer insonni boqadi. Mana Xudoga shukr, mana suvlarimiz yaxshi. 4 sotixlim, 3 sotixlim issiqxonadan bemalol yaxshi yashab, bola chaqasini o'qitib, yaxshi inson qilishga yetadi. 3 sotixli bo'lib issiqxona bo'lib ham bo'lsa, 6 oy, 7 oyda 30 million, ko'payib ketsa 40 million, Xudo barakasini bersa yetadi qizim. Bekarchi tomorqalarni ko'rib qolsam, men xafa bo'lib ketaman-da, o'shanaqa insonlardan. Nima bekor yotibdi ekan deb. Shularga ham aytamiz, masalan, qo'ni-qo'shni bo'lib ham bo'lsa, ozgina issiqxona qildiringlar, yaxshi bo'ladi deb. Bu issiqxonani foydasi katta. Ozgina harakat qilib, mehnatdan qochmasa inson, yashash yaxshi bo'ladi. Ota kasb, ona kasb qilgan biza, mana shu dehqonchilik bilan shug'ullanamiz. 84-yil ko'chib kelganmiz shu yerga. Bolalarim unda yoshida hammasi kichkina edi. Har xil gullar, rayhonlar ekib, ishqilib shularning orqasidan mana bola chaqani katta qilib, qizlarni chiqarib, o'g'illarimni uylantirib, hammasini uyli-joyli qilganmiz. Xudoga behisob shukr. Hammasini o'qitib, Xudoga shukr, joyli, uyli-joyli qilganmiz. Ota-bobomiz shu bilan shug'ullanishgan, shuni davom ettirganmiz. Mana gullarni hozir nima deydi? Hamma joyga ham ektiradi, gul rayhonlarni. Ko'chalarga, xiyobonlarga, bog'roqlarga ekilsa chiroyli bo'lib, odam nima deydi? Insonlar bahridan ochilishi uchun ham shu bilan shug'ullanamiz. Talab juda yaxshi. Olib borganimiz qolmaydi. Uydan ham olib ketishadi. Uydan ko'p olib ketishadi o'zi. Bozorga uncha-muncha qolganini olib chiqmasak, uydan ko'proq olib ketishadi. Shu daromadni hisoblamaymiz, u yetadi, behisob shukr, yetadi. Hamma narsaga ham qaror kerak deganda, yerni ham kuzda chopib, yaxshilab go'nglab ularni mahalliy o'g'it deymizmi, shulardan sepib turamiz. Bunaqaligi nima deydi, yomon ximiyaviy dorilar emas, mahalliy o'g'itlardan sepib, tayyorlab, shularni bajaramiz bolam. Biz gaz nimalar ishlatmaymiz. Shu o'zi tabiiy quyosh nuri yetadi bu o'simliklar uchun. Shunga sovuqqa chidamli navlarini tanlab, yovvoyi o'tlarni tozalash kerak. O'g'itlar beramiz, keyin nima ochilish paytida ham ozginaligi nima deydi, ochilishga yordam beradigan vitaminlar bor. Shularni sepamiz ochilishiga yordam berishligi uchun. Noyabrda ekkanmiz, noyabr oyida. Mana shu martda oxiriga ochilishi boshlaydi, Xudo xolisa. Bulg'or qalampiri o'zining yoqimli ta'mi va foydali xususiyatlari bilan doimiy taomnomamizga kirgan. Uni yetishtirish oddiy ko'ringani bilan mo'l hosil olish uchun o'ziga xos sir asrorlari bor. Bugun ana shu muhim jihatlar haqida gaplashamiz. Faoliyatimizni 2010-yildan boshlaganmiz. Hozirgi ekkan ekinimiz shu yil yanvar oyida ekilgan. Biz o'zimizni iqlimimizga tushgani uchun shu bulg'or qalampirini ekkanmiz. Agrotexnikasi asosan zararkunandalarga qarshi kurashish, issiqligini ushlab turish, kunduzgi issiqlik, kechasi issiqlik, yerni unumdorligiga o'g'it solish. Sug'orish tizimlarimiz tomchilatma bo'lib, bir kunda 2 mahal sug'oramiz. O'zimizni yomg'ir suvidan yig'ib, o'shanda qayta sug'oramiz yomg'ir suvida. Zararkunandalarga qarshi kurashamiz. Dorilar bor, har xil mineral o'g'itlar.
Shulardan foydalanamiz. Markazlashgan sistemalarimiz bor, yana iqlimni nazorat qilib turadi. Bir yilda 2 marta ekin ekamiz, bahor, kuz mavsumida. Hozir bulg'or qalampiri, keyingisiga pomidor ekamiz. Bulg'or qalampirimizni mo'ljallab turibmiz, martni oxiriga birinchi terimi bo'lsa, nasib qilsa 10 marta 15 marta hosil olamiz. Issiqxonamiz 20 sotix bo'lib, daromadga kelsak 60-70 million foyda qilamiz. Ko'rib turganingizdek, har bir qatorda bizning issiqlik tizimimiz bor. Ko'rib turgan. Hosildorlik oshiradi, yoqilg'ini tejaydi. Mahsulotlarimizni ichki bozorga yo'naltiryapmiz. Qolaversa, qo'shni davlatlarga ham eksport qilamiz. Mana shu issiqxonamizni orqasidan 5 ta ish o'rni yaratilgan. 5 ta ishchi kuchimiz bor. Mana ko'rib turganingizdek, bu iplarni tepaga bog'laganimizning sababi bu bulg'or qalampirlari tarashi o'rniga shu ip bilan shunday yangicha usul qilib yaratdik. Bu tepaga yaxshi to'g'ri tekis o'sish uchun. Naviga kelsak, yarmi Temur navi, yarmi Toshkent navi. Hosildorligi yaxshi. Bu bulg'or qalampirimiz 2 metrgacha o'sib chiqadi. Bu yonidagi iplar shuning uchun qo'yilgan. Issiqxonamizda shunday texnologiya joriy qilganmiz. Yomg'ir suvini qayta ishlab sug'orishda ishlatamiz, ustidan sepishda ishlatamiz. Haftasiga 1 marta. Tomchilatma sug'orishdan foydalanib, ustidan yomg'irga o'xshatib sepishda bizga zarar kunandalarga qarshi kurashishda katta foyda beradi. Bulg'or qalampirlar yaxshi hosili katta bo'lishi, yomg'ir suvi juda katta foyda keltiryapti. Hosildorlikni oshirishda, zarar kunandalarga qarshi kurashishda. Buni qarashmasida har kuni ishchilarimiz bilan kiramiz, begona o'tlardan tozalaymiz, issiqxona haroratini nazorat qilib turamiz, suvini qo'yamiz vaqtida. Yerimiz qattiq bo'lmasligi kerak, yumshoq bo'lishi kerak. Biz biogomes solganmiz buni yumshoq bo'lishi uchun. Amafos qo'shib solingan biogomes. Shu issiqxonamizni orqasidan oilamizni boqyapmiz, to'ylar qilyapmiz, ishchilar oilasini boqyapti. Daromadi yaxshi, mehnatdan qochmaslik kerak. Ishdan qochmasdan yaxshi e'tibor bilan qarasak, yaxshi foyda bo'ladi. Yaxshi hosil beradi, yaxshi daromad bo'ladi. Hozirda aholimiz 3000 tadan oshgan. Xonadon sonimiz 758 ta. Shulardan hozir bizda manbayimiz, ko'proq daromad topish manbai mana shu issiqxonalarimizdan chorvachilik rivojlangan va tikuvchilik rivojlangan. Hozir mana Sohibkor ko'chasidamiz. Sohibkor ko'chasi bir tadbirkorimiz bor, mana Ahmedov Bekzod degan, shunchalik yetishtirgan. Mana shu 20 sotik joyga ekkan, bolgarskiy pomidorlar ekadi. Boshqa ko'chalarimizda ham xuddi shunaqa issiqxonalarimiz bor. Undan tashqari faqat bolgarskiy emas, Yangiyo'l shahrimizga bulg'or qalampiri, ko'chatlar yetishtirib beramiz, gullar. Misol uchun tadbirlarda gullar butun shaharga bizning mahalladan ham olib ketishadi. Hademay shahar va ko'chalarimiz yashillikka, gullarga burkanadi. Ko'zimiz quvonadi. Albatta bunda bir-biridan chiroyli navlarni yetishtirib borayotgan gulchilarning ham hissasi bor. Ayni damda issiqxona sharoitida nish urib turgan mana bu bog' gullar ham tez orada ekishga tayyor bo'ladi va gulzorlarni bezaydi. O'zi 40 yilda oshdi agrot bilan shug'ullanaman. Ko'chat gulliga o'tganimga 10 yil bo'ldi. 10 yil bilan shu ish bilan shug'ullanaman. Endi o'z dehqonchilikni yaxshi ko'raman. Shuning uchun bolalarimni tashlab ketolmay, oilamizga ro'zg'orga yordam bo'lsin deb ham bolaga qarab, ham agrotdan yordam beraman. Yaxshi ko'rib qilsangiz, hech narsani qiyinchiligi yo'q. Nima deydi? Har bir ish o'ziga yarasha ishi bor. O'zimizning yurtimizda, oilangiz bag'rida nima ish qilsangiz ham halol ish qilsangiz bo'ladi. Uni qiyinchiligi yo'q. Qilaman degan odamga ishni hech qiyinchiligi yo'q. Boshida ko'katlar bilan shug'ullanganmiz, orada bodring pomidorlar ekkanmiz. Shuni ketiga tushib, yaxshi yetishtirganda yaxshi bir yil daromad olganmiz. O'sha daromadimizni o'ziga urib, o'zidan shu parniylarni qildirganmiz-da.
Har yili davom etib kelamiz. Ko'z qiymaydi shuncha yer quruq yotgani. Qo'limizdan kelgancha harakat qilyaptik. Xudoga shukr, nasibiga yarasha bo'lyapti. Bu ham eng kerakli narsa, lekin o'sha narsani biz bu yil uddasidan chiqa olmadik. Yer o'g'itlarini, ozuqalarini, vitaminlarini berib, haydatib qilish kerak edi. Biz ozgina yetishtira olmay, shuni bera olmadik. Xudo xohlasa keyingi yilga niyat qilib qo'ydik. Yer qurtidagi dorilarni dorilab, zaharlarni sechib, o'ldirib qurtlarini, keyin yerga ozuqa berib, haydab tayyorlash kerak. Har bir yerda hasharot bo'ladi. Keyin undan keyin ozuqa yetishmaydi. Eng kerakligi tomirdan boshlanadi. O'sha tomirliga ozuqani berib eksa, o'zi xohlagandek gullarni yetishtiradi. Sabachka endi chiroyli gul, hamma aytadigan u sabachka. Unisi marvarid. O'zini qoplab, shunaqa oppoq marvarid ochiladi, joy qolmasdan, shunaqa chiroyli. Hammasi o'ziga yarasha chiroyli. Hali o'zi yetilib borgandan keyin chiroyli bo'ladi, hozir bilinmaydi. Bularni endi yaqinda ekildi, bir hafta. Bir hafta ham bo'lmadi. 3-4 kun bo'ldi. Hali tomir olgani yo'q, endi olyapti. Bularni ekkanimizga oktyabrda ekkanmiz. 5-6 oy bo'lib qoldi. 8 oyda apreldan keyin sotamiz, xudo xolasa. Ungacha parvarishlaymiz, yetiltirib, ochiltiramiz. Endi hamma ishi og'ir mehnati bor. Halol peshin terib turibsiz. Og'iri ham, qiyini ham men uchun bilinmaydi. Kimlar uchun bilinsa ham, oila uchun, ro'zg'or uchun qilaveramiz. Qiyinchilikdan qochmaymiz. Kerak bo'lsa o'sha dalalarda, katta dalalarda traktor haydab ham yer haydagim keladi. Lekin uydaman. Gullarga ko'p suv kerak emas. Boshida sug'orib olsangiz, keyin faqat ozuqalarni, vitamin berayotganlarda sug'orasiz. Tez ko'p suv ichmaydi. Oddiy kulonka, bir qavat kulonkalar ham turitiyanlar bor, sovuq urmaydigan gullar bular. Bemalol ustini ochib qo'yamiz qish kunida. Tashqarida ham gullar bor, bitta dugada turadi. Qishi sovug'ida ham ochib qo'yaveramiz. Sovuqqa chidamli gullar hammasi. Bu kasalga rosa chidamli. Chidamli emaslari bor bitta-ikkita. Lekin bular rosa chidamli. Qishda sovuqda ham bu ko'p yillik deyiladi, o'zi 1 yil emas. 4 yil, 5 yillab ham ochiladi. Tovuq sovuq urmaydi. Joyidan 5 yilgacha ham chiqadi. Ko'p yilliklar. O'zi tomiri qolaveradi, bahordan yana shoxlab ochilaveradi. Chopib olib tashlamasangiz, turaveradi. Yani qattiq gradus, 30 gradusdan oshib ketmasa sovuq, har yili joyidan chiqadi, ko'p yillik. Qishda yetishtirib, chetlarga eksport qilsa, u misol uchun ancha daromad bo'ladi. Endi biz faqat yozda yetishtiramiz. 1 yil mobaynida ekib, shu 8 oy ichida sotamiz. Sotilganda o'sha 10 milliondan, bitta parnidan shu 10 million atrofida hosil olamiz. Yoshlikdan qaro, yoshlikdan privka degandek, buni ham yoshlikdan privkalarini qilish kerak. Vitaminlari bor. Kasalga chidamli, tomir oluvchi, irishga qarshi shunaqa ozuqalarni berib borasiz. Yoshlikdan beri parvarishlasa, katta bo'lganda hech qanday kasallik o'ziga ushlamay, yaxshi natijaga erishadi. Ko'proq suv quyib qo'ysa, chirib ketadi. Kamroq bersangiz, qurib qoladi. O'ziga yarasha normasini berib yuriladi. Buni o'zimiz yozi bilan xonadonimizga ekamiz. Urug'larni parvarishlab, shu suv qo'yib, o'zini yetishtirib, urug'larini yetishtirib, pishib olamiz, pishirib. Yana u urug'larni quritib tayyorlaymizda, yana kuzda sechamiz. O'zimiz tayyorlab, o'zimiz yetishtiramiz. Keyin yana sechib, ko'chatini chiqarib, yana o'zimiz qaytadan pikrovka qilamiz. Urug'ini ham o'zimiz yetishtiramiz, ko'chatini ham yana ekib sotamiz. Issiqxonada bitta klonkada ham turadi. Bu yil 2 ta klonka qilib yopdik, sovuq urmasin deb. Bultur qattiq sovuq bo'lgani uchun yo'q urmadi. Uncha sovuq urmaydi. Sovuq urayotgan gullarni biz 3 qavatli issiqxonaga olib kirib qo'yamiz. Isigan sari ustini yo'qolatib boraveramiz. Maslahatim eksin, ishlasin, sotsin, o'zi yetishtirib, mana bodring ekamiz, pomidor ekamizda bozordan sotib olamiz. Olib keladi. Bodring, endi pomidor, ro'zg'or babi keladi. Haftadan 10 kunda keladi-da, boshqacha bo'ladi. O'zingiz yetishtirib, pishgan pomidor uzib dasturxonga qo'ysangiz, buni gashta boshqacha. O'zingiz yengil tortib, ruhan yengillashasiz. Dangasadan Xudo bezor, harakat qilsang, baraka beraman deydi. Gullarning nomi ko'p. Kalendula, margaritka, jemchuk,
shafran, tagis, astra, salvia, gaylardiya, gartsiyaniya, radviga, 7 malika bor. O'zimda borlar. 20 xilcha gulim bor. Shu martda oxiridan boshlaydi. Aprel, moy hamma gul ochiladi. Xudo xolasa hamma gullar aprel, moydan yozi bilan ochiladi. Yanvargacha ochilayotgan gullarimiz ham bor. Moyda ochiladi. Shu bilan yanvargacha gullar o'zida bo'ladi. Qattiq qor yog'ib, qattiq sovuqdan keyin qaytadi. 10-yanvar qor yog'ib turibdi, gullar ochilib turibdi. 2 marta qor yog'di, undan keyin yig'ib oldim. U keyingi yil ham chiqadi. Shu 3-4 yil, 5-6 yil tomirini yo'qotmasangiz, har yili chiqadi. Birinchi ildiz olishiga, issiq sovuqiga qaraladi, yeri tekshiriladi, yer qaynab qolganda suv bersangiz, tomirini kuydirib qo'yadi, bo'ldi, ko'chat o'ladi, qaytib tirilmaydi, o'ziga kelmaydi, olib tashlashingiz to'g'ri keladi. Yer qizimasdan turib suv berasiz, yer qiziganda tegiz sergab oladi. O'shunda chirish ham kam bo'ladi. O'shalarga eng e'tibor berish kerak. Bu hozir endi 3-4 kunlik narsa, hali tomir ham olgani yo'q. Endi buni tegidan sug'arib bo'lmaydi. Bo'yiga beraversa, bular ochilmay, g'ovlab ketadi. Faqat ustidan yoki apparatda suv, apparatda vitamin dorilarni berib chiqamiz. Shunda gul shoxlab, yetishtirib, bunchalab ochiladi. Tegidan sug'arib bo'lmaydi. Tegidan sug'arish ham o'sib g'ovlab ketadi, ham chiriydi. Aytgan natijaga erisha olmaysiz. Mana Yangiyo'l mehnatkashlari bilan qisman tanishdik. Ular nimalar bilan band ekanini bildik. Hali bu shaharda bizning ko'rsatuvimizga mos qahramonlar juda ko'p. Ular bilan keyingi ko'rsatuvlarimizda albatta tanishamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.